Hushyor bo'linglar, blogerlar, kurtlaringni qisinglar, tiktokerlar, efirda o'tirganlar. Jivorchi mahkamroq u tomoni bu tomondan qisinglar. Qorini temasi boshlangandan keyin ana shuni izidan ketyapti hamma. Hushyor bo'linglar. O'zi bir boshdan hammalaringni olib ketyapti. Umrda ham hozir ko'rdinglar, erta ko'rmaysizlar. Hushyor bo'linglar, o'ta hushyor bo'linglar. Azxon UFC, Nurbek Anjanskiy va Namanganlik Hojibola va o'zinglar hamma taniydi o'ta yomon. Ular 15 sutkaga qamaldi. Hurmatli videochilar, hurmatli O'zbekiston fuqarolari, hushyor bo'lib efir qiling, hushyor bo'lib. TikTokda men boshda ham aytganman, o'ta katta tozalov ketyapti. Ya'ni ko'p insonlar ko'rasizlar, qamalib ketadi. Prosta 15 sutka emas, u yoqda 1 soat o'tirish qiyin, 1 soat o'tirish. O'shanga bu videoda hamma taniqli videochilarga jo'natib qo'yinglar. Xoh o'g'il bolasi bo'lsin, xoh qiz bolasi bo'lsin. O'sha TikTokka hamma yo'q qaratildi. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling, bizni qo'llab-quvvatlang. Kanalimiz rivojlanishi uchun o'z hissangizni qo'shing va ayniqsa obuna bo'lishni unutmang, bitta like bosishni ham unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.